Assalomu alaykum, Migratsiya O'zbekiston ijtimoiy tarmoq obunachilari. Bugun sizlarga Bolgariya mamlakatidan taklif etilayotgan eng talabgir ish o'rinlari haqida aytib o'taman. Ish o'rinlarining pastidan qancha oylik berilishi, yosh talabi, til talabi hamda mana shularni to'liq aytib o'tishga harakat qilaman. Ana endi Bolgariyada mana shu ish o'rinlariga dokument topshirish uchun, ro'yxatdan o'tish uchun qanday hujjatlar kerak bo'lishi, yosh chegarasi, til talabi, dokument topshirganingizdan so'ng vizangiz qancha vaqtda chiqishi, Bolgariya ishchi vizasi sizga qanday imkoniyat berishi, Bolgariyani ish joyigacha yetib olguningizga qadar siz ketadigan xarajat qancha bo'lishi, shular haqida to'liq ma'lumot berishga harakat qilaman. Agarda o'qib eshittiradigan vakantsiyalarim orasida siz qiziqadigan soha bo'lmasa, Telegram kanalimizdan topishingiz mumkin. Telegram kanalga o'tib olishni video davomida ko'rsataman. Agarda kommentariyaga kirsangiz ham ko'k yozuvda Telegram kanalimiz havolasini qoldiraman. Ustiga bosib Telegramimizga o'tib ko'rishingiz mumkin, balki obuna bo'lishingiz ham mumkin bo'ladi. Ana endi sizga ish o'rinlari hamda oylik maoshlarini o'qib eshittirishni boshladim. Xo'p, Bolgariyada ish o'rinlari. Ayol va erkaklar, ferma xo'jaligi, $1000 oylik maosh. Hozir o'qib eshittiradigan barcha ish o'rinlarida yosh chegarasi 20 yoshdan 45-50 yoshgacha, til bilish talabi esa rus tilini suhbat darajasida bilish. Oxirgi vakansiyaga hammasini rus tili yoki erkak va ayol, yosh chegarasi 20 yoshdan 45 yoshgacha deb aytib o'tirmayman, hammasi bir xil. Chorvachilik, ayol va erkaklar $1000 dan $2000gacha. Traktorchi erkaklar $1100. Ko'kalamzorlashtirish ishlari ayollar $1000. Xona tozalash ishlari ayol va erkaklar bunda ham $1000. Oshpaz yordamchisi ayol va erkaklar $1100. Ekskavatorchi erkaklar $1300. Eslatib o'taman, yosh talabi 20 yoshdan 45 yoshgacha va 50 yoshgacha bo'lishi mumkin. Fura haydovchisi $1700 erkaklar, elektrik va svarshiklar $1300 dan $2000gacha erkaklar, montajchilar $1000 dan $1500gacha erkaklar, qurilish ustalari $1000 dan $2000gacha erkaklar, yosh talabi 22 yoshdan 20 yoshdan 45 yoshgacha va apologgacha, suvoqchi, armatura to'qish, g'isht teruvchi va hokazolar rus tilini suhbat darajasida bilish kerak. Ish tajribasi bo'lishi kerak. Avtomobilni bo'yash $1100 dan $1300gacha, avtoelektrik esa $1100 dan $1250gacha oylik maosh olishadi. Agarda siz qiziqadigan soha chiqmagan bo'lsa, Telegram kanalimizga o'tib oling. Xo'p, hozir sizga Migratsiya O'zbekiston rasmiy Telegram kanaliga qanday obuna bo'lishni ko'rsataman. Telefon orqali yozib olingan video ma'lumot. Xo'p, hozir plus Telegram, kimda Telegram bo'lsa, mana shu ilovaga kirib olish kerak. Mana shu ilovaga kirganingizdan so'ng bu yerda poisk tugmasini bosasiz, ya'ni o'zbekchada qidiruv, va mana shu yerda katta harflar bilan migratsiya deb yoziladi va bu yerda pastki chiziq O'zbekiston. Xo'p, yozganingizda O'zbekiston migratsiyasi kelib chiqadi. Mana shu Migratsiya O'zbekiston rasmiy Telegram kanalining ustiga bosganingizda bu yerda ishchi vakansiya Germaniya bo'yicha va balki Janubiy Koreya, Kanada, boshqa davlatlar bo'yicha, Birlashgan Arab Amirliklari va dunyo bo'yicha 30 ta davlatga yaqin mamlakatlar ichidan ishchi vakansiyalar taqdim etiladi. Oylik maoshlar, ketish xarajatlari hammasi to'liq aytib o'tilgan. Mana shu bu yerda qoldirilgan havola orqali onlayn ro'yxatdan o'tish havolasiga kirib, ro'yxatdan bemalol o'tishingiz mumkin bo'ladi. Agarda sizga qaysi tur davlatdagi bo'sh ish o'rni va vakansiya ma'qul kelsa. Bolgariyadan taklif etilayotgan eng sara ish o'rinlari mana shulardan iborat. Endi bularga dokument topshirish uchun qanday hujjatlar kerak bo'lishini aytib o'taman va siz bu vakansiyalar haqida yanada to'liqroq ma'lumot olishingiz mumkin. Negaki, qaysi biridadir 1 yillik yoki 2 yillik ish tajribasi so'raladi. Til bilish talabi suhbat darajasidan sal yuqoriroq bo'lishi kerak. Mana shularni ham deylik bormoqchimisiz, to'liq ma'lumotga ega bo'lishingiz kerak. Hozir to'liq ma'lumotni har bitta vakansiya bo'yicha aytib o'tadigan bo'lsam, videomiz 1 soatdan oshib ketadi va menimcha deyarli ko'pchilik ko'rmaydi. Xo'p, endi bu sohaga dokument topshirish uchun qanday hujjatlar kerak? Birinchi o'rinda qizil pasport, ikkinchi o'rinda 3x4 ko'rinishda oq fonda surat, uchinchi o'rinda oxirgi tugatgan ta'lim turi, maktab attestati, kollej, litsey, magistratura, universitet, institut diplomlari bo'lsa bittasi bo'ladi. Xo'p, oxirgisi esa
sudlanmaganlik haqida hujjat. Buni esa Davlat xizmatlari markaziga borib olishingiz mumkin bitta pasport orqali. Xo'p, ketish uchun aytib o'tilgan hujjat bu majburiy. Xo'p, ixtiyoriy hujjatlar qaysi biridadir soha bo'yicha diplomingiz bo'lishi mumkin. Ya'ni birorta ish staji yozilgan, ish tajribasi ko'rsatilgan hujjatingiz bo'lishi mumkin yoki til bilish sertifikati bo'lishi mumkin. Mana shu dokumentlarni ham hujjatlaringizga qo'shib topshirsangiz, sizga ishga ketish imkoniyatingizni yanada oshirib beradi. Xo'p, ushbu ish o'rinlarida ishchi joyingizgacha yetib olguningizga qadar ana endi hujjatlar, firma to'loviga qancha xarajat ketadi. Xarajatingiz $1000 dan $1500, $1800 bo'lishi mumkin. Qaysi ish o'rniga jo'nab ketishingizga va qaysi ish o'rnidan ro'yxatdan o'tib dokument topshirishingizga qarab. O'ylaymanki, sizga to'liq ma'lumot berib o'tdim. Ana endi oylik maoshlarni dollarda aytdim, yevroda emas. Xo'p, Bolgariya ishchi vizasi, bu Bolgariya vizasini olganingizdan so'ng siz 29 ta mamlakat ichida aylanib yurishingiz mumkin bo'ladi. Sayohat qilibmi, ishlash demayman-u, lekin 1-2 oy ishlab kelsangiz ham bo'ladi. Masalan, Bolgariya vizasini oldingiz, ishchi vizasini Bolgariyada 3-4 oy ishladingiz. Germaniyadan ish chiqadigan bo'lsa, borib 2 oy yoki ish beruvchi sizga 1 yillik viza qilib bersa, 1 yillik ham ishlab kelishingiz mumkin. Norvegiyada baliqchilik sohasi rivojlangan, mavsumiy ishlarda 3-4 oy davom etadi. Mana shu Bolgariya ishchi vizasi orqali Norvegiyaga borib ham 3-4 oy mavsumiy ishda ishlab kelishingiz mumkin. Negaki 29 ta Schengen hududiga a'zo mamlakatlar ichida Bolgariya ham kiritilgan. Ushbu mamlakatlarni agar sizga ro'yxat kerak bo'lsa, kommentariyada Schengen hududiga a'zo mamlakatlarning ro'yxatini tashlab bering desangiz, men sizga 29 ta mamlakatni tashlab beraman. Ya'ni ularning orasida qaysi mamlakat borligini bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Norvegiya, Germaniya bor, Buyuk Britaniya kirmaydi Schengen hududiga. Xo'p, bu yerda Finlandiya bor, Shvetsiya, Shvetsariya bor, Fransiya, Ispaniya bor, yana qolaversa 20 dan oshiq mamlakat bor, aytib o'tgan mamlakatlarimdan tashqari. Agar mana shu ish o'rinlari sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ro'yxatdan o'tmoqchi bo'lsangiz, kommentariyada ism, familiyangiz, qaysi mamlakatdasiz, rus tilini bilasizmi yoki yo'q, mana shuni yozib qoldirsangiz va yoshingiz necha yoshda, biz o'zimiz sizga aloqaga chiqib mana shu vakansiyalarni taqdim etamiz. Agarda Telegram kanalimizga obuna bo'lmoqchi bo'lsangiz ham kirib ko'ring. Bolgariya, balki Bolgariyadan tashqari butun Yevropa hamda dunyo bo'ylab ishchi vakansiyalarimiz taqdim etilgan. Kirib bemalol tanishib chiqishingiz mumkin. Agarda sizga ma'qul kelsa, dokument topshirib ro'yxatdan o'tishingiz ham mumkin bo'ladi. Sizlar bilan dunyo davlatlari migratsiyasi bo'yicha ma'lumot beruvchi Asadbek Hasanov bo'ldi. Keyingi videoda ko'rishguncha salomat bo'ling.